Navbatdagi patsientim menga Qashqadaryodan kelardilar. Hozirgacha lecheniyaga qatnaydilar, lekin har kun emas, kunora emas, menga 2 haftada bir keladilar. Men bularga aytganman, 2 haftada bir kelasiz lecheniyaga, birdaniga siz effekt ko'rmaysiz, birdaniga yuzingiz tuzalib ketmaydi desam, mayliroq deb 2 haftada kelaman, shunda ham yuzimni yaxshi qilib bersangiz bo'ldi deganlar. Hozir уже yuz holat ideal holatda biz hozir post akne bilan ishlayapmiz. Men Iroda opani Instagramdan kuzatganman oldin. Ugri muammosi bilan 4-5 yildan beri qiynalardim. Oynaga ham qaragim kelmasdi, to'g'risini aytsam. Ko'p doktorlarga borib ko'rganman, lechinalar olganman boshqa joylarga. Foydasi bo'lmagan. Keyin bu shuni kuzatib 1-2 tavakkal konsultatsiyaga yozilib keldim. 2 haftada bir kela olaman bularning yoniga. Tushuntirib vaziyatim yo'q, meni davolashni boshladilar. Kursga qatnaganimga o'zi menga effekt sezildi. Shunga 2 haftaga bir bo'lsa ham kelishga harakat qilaman. Hozirda yuzim ancha yaxshi holatga kelib qolgan, oldinga nisbatan. Qiz bolalarda ham bo'ladi-ku, balog'at yoshida turmushga chiqsang o'tib ketadi, unaqa degan vaziyatlar. Lekin unaqa emas ekan, battar bo'lishi mumkin agar. Maslahat berardim shu Iroda opaga kelib, muolaja olib, davolanishlarini. O'zi yaxshi bo'lib ketmaydi baribir hech qanday. Buni oldini olish kerak deb o'ylayman. Kattakon rahmat aytmoqchiman Iroda opaga, ishlariga omad tilayman. Shu menga o'xshagan insonlarni qiyin vaziyatdan chiqaribdilar-da. Har doim aytaman, kasallikni o'tkazib yuborgandan ko'ra uni oldini olgan yaxshi. Yoshmi, kattami, farqi yo'q. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, har doim o'z sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling.